أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Sura Baqara 104-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə dixtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Bakara suresinin 104. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, Peygamberge ra'ina deb hitap kılmay, unzurna deb hitap kılınlar. Sözüge kulak silinglar. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kafirlar Rabbinglar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Alloh o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Alloh cho'ng fazl egasidir. Söz qılğanda ədəblik buluş. Allah Teala müminlərini gep söz və iş hərəkətlərdə kafirlərə oxşab qilishdən to'sdi. Allah Teala müminlərini gep söz və iş hərəkətlərdə kafirlərə oxşab qilishdən to'sdi. Çünki Yahudiler biz bir söz qılmaqçı bolsa, o sözünün anlaşda mənisi toğra, lekin yoşurun, yaman mənini ifadelep berdiğen iki bislik sözlerini tallaydı. Mesela ula, bizgi kulak sal demekçi bolsa, ra'ina degen sözünü deydi. Bu söz Yahudilerin tilida birbirini tillaganda işletildiğen sözdür. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartiradiganlarmi bor. Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik. Bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Dinga ta'ni qilish yuzidan ra'ina degan so'zni tillerini egri qilib aytidi. Agar ular yuqorqi so'zlarning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sabablik Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inasidan boshqasi iymon etmaydi. Shuningdek, hadisda mundaq deb keldi. Ular salom qilganda assalomu alaykum, ya'ni sizlarga o'lim bo'lsin deydi. Shunga biz uningga va alaykum, ya'ni sizlarga shundaq bo'lsin degan so'z bilan javob qaytarishga buyurildi. Ularning bizga qilgan badduosi ijobat bo'lmaydi. Bizning ularga qarshi qilgan duoyimiz ijobat bo'ladi. Allah Teala müminlerini söz ve iş hareketlerinde kafirlarga o'xshab qilishdan to'sab mundaq deydi. Ey müminler, Peygamberge ra'ina deb hitap qilmay, unzurna deb hitap qilinglar. Sözüge quloq silinglar. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. İmam Ahmad İbn Ömer radıyallahu anhumadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Allah Taalaga hech qanday shirik keltirmay ibodat qilinishi uchun qiyomat bo'lishning oldida qilich bilan avatildim. Mening rizqim neyzemning soyasi ostida qilindi. Xorliq va pastlik mening buyruqimga xiloflik qilgan kishiga bo'ladi. Bir kishi boshqa bir millatga o'xshab olsa, u ularning qatoridan hisoblanadi. Bu hadisda mu'minlarning so'z harakatlarida, ish faoliyatlarida, kiyim-kechak va bayramlarida, ibodatlarida va uningdan boshqa islom dinida cheklanmagan har qanday ishlarda kofirlarga o'xshayolishdan qattiq to'salganligiga aniq dalil pakit bor. Kafirlarning va ahli kitoblarning musulmonlarni qattiq yomon ko'rdiganligi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kafirlar Robbinglar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Alloh Taala bu oyatda musulmonlar bilan kafirlarning o'rtasidagi mehr muhabbatni uzib etish uchun musulmonlarni ularga o'xshayolishdan ogohlantirib, mushrik va ahli kitob kafirlarining musulmonlarga bo'lgan qattiq o'chmanligini bayon qiladi. Alloh mu'minlarga payg'ambar alayhisalom orqali har jihatdan mukammal bo'lgan shariatni belgilab berishdek ne'matini asıltib mundaq deydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egisidir. Qandaqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuning o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allah'ның her narsaga qodir ekanligini bilmamsan, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan, sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Nasx va uning ma'nosi. Nasx degan so'z bir oyatning o'qilishining shu peti qilib uning hukmining amaldan qoldirilganligini yoki hukmi sifati qilib o'qilishining amaldan qoldirilganligini bildirdi. İbn Jarir mundaq deydi. Nasx degan halalni haromga, haromni halalga, yo'l qo'yilgan narsani to'salgan narsaga, to'salgan narsani yo'l qo'yilgan narsaga o'zgartishni bildirdi. Nasx Qur'onning ichidagi bir narsaga buyuradigan yoki uningdan to'silgan oyatlardan bo'ladi. Ammo Qur'ondagi tarixiy rivoyatlarda va xabarlarda nasx bo'lmaydi. Qandaqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki uni unutildirsak, Abdurrazzaq bu oyatning ma'nosi haqida Qatodaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh Taala xohlagan narsani payg'ambar alayhisalomga unutildirdi va xohlagan narsaning hukmini yengishlaydi. O'rniga uningdan ortiq yoki shuning o'xshash bir oyatni keltiramiz. Ya'ni ibodat qilishga loyiq bo'lganlarning manfaatiga munosib keladigan hukmlarni keltiramiz. Suddi bu oyatning ma'nosi haqida biz bekor qilayotgan yoki amaldan qoldirgan hukmning o'rniga uningdan yaxshisini yoki uning o'xshashini keltiramiz deganlikdir dedi. Amaldan qoldirishning durustligi va Yahudilarning undaq qilish mumkin emas degan da'vosiga radiya. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan, sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Alloh Taala bu oyatda o'z yaratgan maxluqotlarning ustida o'zining hokim ekanligini va ular ustida o'zi xohlagan bo'yicha hukm yurgizadiganligini, ularni yaratish va xohlagan narsaga buyurishning o'ziga xos ekanligini bandalarga bildirdi. Ularni o'zi xohlagan holat bo'yicha yaratdi.
xohlagan kishini baxtli qiladi va xohlagan kishini baxtsiz qiladi. Xohlagan kishini sog'lom va xohlagan kishini kasalchan qiladi. Xohlagan kishini qilgan ishlarda g'alaba qozondiradi va xohlagan kishini mag'lubiyatga uchratadi. Shuningdek, bandalarning ichida o'zi xohlagan narsasi bilan hukm qiladi. Xohlagan narsani halol va xohlagan narsani harom qiladi. Xohlagan narsaga yo'l qo'yib, xohlagan narsani cheklaydi. U o'zi xohlagan narsasi bilan hukm qiluvchidir. Uning qilgan hukmiga hech kim qarshi tura olmaydi. U nima ish qilsa, uningdan so'roq so'ralmaydi. So'roq so'rildigini bandalardir. U hukmini o'zgartirish orqali bandalarning payg'ambarga bo'lgan bo'ysunishini sinaydi. U kishilarni foydali ishlarga buyurib, ziyonli ishlardan to'sadi. Bo'ysunish, uning buyurgan ishlarini qilish, payg'ambarlarga yetkazgan narsalarga ishonish, to'sqan ishlardan yinishdir. Yuqoridagi haqiqat Yahudiylarning qilgan kufrligiga va ularning hukmining o'zgarishi mumkin emas deydigan davosida keltirgan shak shubhalarga berilgan ochiq raddiyadir. Ular o'zlarining hukmining o'zgarishi mumkin emas deb qilgan davosida ba'zilari bilimsizlik va kufrlik yuzidan aqlga tayanib gumon qiladi. Yoki ba'zilari to'qib chiqqan uchurga tayanadi. İmam Abu Ja'far İbn Jarir bu ayetning ma'nosi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, osmon zaminning igidorchiligi mening dala ekanligini bilmamsan? Men osmon zaminda va uning ichidagi narsalarda xohlaganimcha hukm qilaman. U ikkisida va uning ichidagi narsalar ustida xohlaganimni buyurayman va xohlaganimdan to'saman. Men bandalarimning ustida yurgizayotgan hukmlardan xohlagan vaqtda xohlaganimni o'zgartib, xohlaganimni o'z biti qo'yib qo'yaman. Osmon zaminda xohlagan narsani bekitaman deganlik bo'ladi dedi. Abu Ja'far yana mundaq deydi: Bu oyat Tavratning ba'zi hukmlarining amaldan qolganligi inkor qilgan İsa va Muhammad alayhissalom Allah Taala tarafidan elib kelgan dinlar Tavratning ba'zi hukmlarini o'zgartib kelganligi uchun ularning payg'ambarligini e'tirof qilmagan Yahudiylarni yolg'onchiga chiqardi. Ondan Allah Taala Yahudiylarga osmon zaminning igidorchiligining o'ziga xos ekanligini uqtirdi. Bütün kishilar o'zining qo'l ostida ekanligini, ularning Allah Taalaga mutlaq bo'ysunishi lozimligini, o'zining ularni xohlagan narsaga buyuradiganligini va xohlagan narsadan to'sadiganligini, xohlagan narsani o'zgartib, xohlagan narsani qo'yib qo'yadiganligini bildirdi. Yahudiylarni hukmning amaldan qilishi to'g'risida izlanishiga undigan narsa ularning Allah Taala va uning payg'ambarlariga bo'lgan kufrligi va ularga qarshi turish odatidir. Aql bilan o'ylasaqmi, Allah Taalaning hukmlarida amaldan qilish bo'lganligi mumkindir. Chunki Allah Taala xohlagan ishni qila olgandek, xohlagan narsa haqida hukm chiqara oladi. Nesxning bo'lishi burunqi shariatda bo'lib o'tgan. Masalan, Allah Taala Odam alayhissalomning qizlarini uning o'g'illariga elib berishni, bir tuqqanning to'y qilishini halol qilgan. Keyin uni cheklab harom qildi. Nuh alayhissalom kiyimidan tushgandan keyin hamma hayvonlarni yeyishni halol qilgan. Keyin uning ba'zisini chekladi. Yaqub alayhissalom va uning bolalariga och singilni bir vaqtda nikohga ilishini durust qilgan.
Keyin uni Tavratda va uningdan keyingi kitoblar ilib kelgan shariatda, ya'ni Musa, Isa va Muhammad alayhissalom qatorliqlarning shariatida harom qilib chekladi. İbrahim alayhissalom bolasini bo'g'izlashga buyurilgan edi. Uni o'rinlashdan burun u buyruqni o'zgartirib etdi. İsrail avlodlarining ichidan mo'zayga ibodat qilmaganlarni, mo'zayga ibodat qilganlarni, mo'zayga ibodat qilmaganlarni, mo'zayga ibodat qilganlarni o'ltirishga buyurgan. Keyin ularning hammasi o'ltirilib tugab ketmasin deb u buyruqni amaldan qoldirdi. Yahudiylar bularning hammasini biladi ve bilib turib uningdan yuz o'riydi. Yahudiylarning bu isbotlarga bergan og'zaki javobi bu hukmning haqiqatini o'zgartirib o'tolmaydi. Buning yana bir misoli, Yahudiylarning kitoblarida Muhammad alayhissalomning payg'ambar bo'lib kelishining xush bishorati ve uning ergishishga buyurilganligi hammaga ma'lum. Burunqi shariatlarga Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib avatilgichilar amal qilindi. Bu chaqda u shariatlarning amaldan qolganligi nasx deb atalmaydi. Desekmi, yoki u shariatlarga amal qilinaverdi desekmi, yoki payg'ambar alayhissalomning shariati uni amaldan qoldiraverdi desekmi, qandoqlayki bo'lmasin, Yahudiylarning kitobidagi buyruq payg'ambar alayhissalomga ergishishning vojib ekanligini va bir ishning qabul qilinishi uchun payg'ambar alayhissalomning shariatiga uyg'un kelishining shart ekanligini ifodalab berdi. Chunki Muhammad alayhissalom Alloh taolaning oxirgi kitobi bo'lgan Qur'on Karimni elib keldi. Alloh taolo bu yerda hukmning amaldan qilishining durustligini bayon qilib ve Yahudiylarga raddiya berib mundaq deydi. Allohning her narsaga qodir ekanligini bilmamsan, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan, xuddi osmon zaminning ig'dorchiligi Alloh taolaga mansub bo'lganidek, hukm qilishmi Alloh taolaga mansubdir. U xohlagan narsasi bilan hukm qiluvchidir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Yaratish ve emir qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostini Allohning ilkididir. Musulmonlarning hammasi Alloh taolaning hukmlarida nasxning bo'ladiganligida birlikka keldi. Chunki buningdimi Alloh taolaning bir hikmati bor. Ular, ya'ni Yahudiylar ilgari Musadan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimiki iymonni kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ldi. Ko'p savol so'rashning yaxshi emasligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarni payg'ambar alayhissalomdan texi bo'lmagan ishlar to'g'risida ko'p savol so'rashdan to'sdi. Alloh taolo bu vaqtda yana mundaq deydi: Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkor qilinsa, sizlarni bearom qilib qo'ydigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Ya'ni bir ish bo'lib bo'lgandan keyin uning jarayonini so'rasanglar bo'ladi. Bir ish bo'lishdan burun u to'g'risida savol so'ramanglar. Uni so'raganliginglarning sababi bilan ba'zi ishlar asli harom bo'lmasa-mu, harom bo'lib cheklinib qilinishi mumkin. Shunga payg'ambar alayhissalom hadisda mundaq deydi: Bir kishi musulmonlarning ichida harom qilinmagan bir narsa to'g'riliq savol so'rasa ve uning savoli sababidan u narsa harom qilinib ketgan bo'lsa, savol so'rag'uchi kishining gunohi eng og'ir bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomdan o'zining ayoli bilan yomon ish qilib turgan kishini ko'rgan kishi haqida so'raldi.
Bu chaqda ayolning eri so'zlab qolsa, cho'ng ishni so'zlab etadi. Ya'ni agar so'zlab qolsa, ochchig'ida xatolashib ketishi mumkin. Agar gap qilmay shuk tursa, shunda ig'ir ishqa shuk turgan bo'ladi. Bu kishining qanday qilishi kerakligi haqida Payg'ambar alayhisalomdan so'ralgan edi. Payg'ambar alayhisalom bu savolni yoqtirmay ayib ko'rdi. Ondan Alloh taolo bir-biriga la'nat qilishish hukmini nozil qildi. İmam Buxoriy va Muslimning hadisida Mughira ibn Shu'baning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhisalom mundaqmish degan so'zlardan mol mulkni o'rinsiz yerlarga ishlatish va to'liq savol so'rashdan to'sgan edi. İmam Muslimning hadisida Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Men sizlarni qo'yib bersam, sizlarmi meni qo'yib beringlar. Ya'ni men sizlarni to'smagan yoki buyurmagan ish bo'lsa, sizlar u haqda so'z ochmanglar. Sizlardan ilgari o'tgan kishilar to'liq savol so'raganligi va payg'ambarlarga ergashmaganligi sabab bilan halok bo'lib ketdi. Men sizlarni bir ishga buyursam, uni kuchinglarning yetishicha qilinglar. Bir ishdan to'ssam, uni qilishdan saqlaninglar." Payg'ambar alayhisalom sahobalarga Alloh taolo sizlarga hajni farz qildi deb yetkazganda, sahobalarning ichidan bir kishi qopib, "Ey Alloh taoloning payg'ambari, har yil haj qilamdimiz?" deb so'raydi. U 3 qitim so'ragan bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhisalom javob bermay, 3 qitimida jim turib oldi. Ondan keyin mundaq deydi: "Yo'q. Agar ha desam, cho'qim vojib bo'lib qoladi. Agar vojib bo'lib qolsa, sizlar uni har yil qila olmay qolasizlar. Shuni men sizlarni qo'yib bersam, sizlarmi meni qo'yib beringlar?" dedi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Biz payg'ambar alayhisalomdan bir narsa to'g'riliq savol so'rashdan to'salgan edik. Sahrodan biror kishi kelib savol so'rasa, biz uningga qiziqish bilan quloq solardik. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Bu oyatning hukmi mu'minlar va ulardan boshqalarni o'z ichiga oladi. Chunki payg'ambar alayhisalom hamma kishiga payg'ambardir. Alloh taolo mu'minlardan boshqalarning payg'ambar alayhisalomdan savol so'raydiganligi to'g'risida mundaq deydi: Ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar sendan o'zlariga osmondan bir kitob tushirishni so'raydi. Ular Musodan buningdanmi cho'ngroqni so'rab bizga Allohni op-oshkori ko'rsatgan degan edi. Shuning bilan ularning zulmi sabablik ularni chaqmoq so'qdi. Ya'ni osmondan bir o't kelib ularni halok qildi. Muhammad ibn Ishaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Rafi'a ibn Huraymila yoki Vahb ibn Zayd degan Yahudi payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bizga osmondan bir o'qiydigan kitobdan birini tushirib bersang, bizga o'stanglarni paydo qilib bersang, sana ishinatdiq va sana ergishatdiq" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimiki iymonni kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Bu oyatdan maqsad Isroil avlodi Musa alayhisalom bilan qarshilashish uchun savol so'ragandek, bir kishining payg'ambar alayhisalomga yo'l ko'rsatish, ya'ni bu ishni mundaq qilsak deganga o'xshash va ishni ig'irlashtirish yuzasidan bir narsa so'rashni ayblashdir. Kimiki iymonni kufrga tegishsa, ya'ni
iymonga kufrni almashtirgan kishi haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Ya'ni u to'g'ri yo'ldan ozg'unlik qarab mangdi. Payg'ambarlarga ishinib, uningga ergishish va uningga bo'ysunishdan bosh tortib, ular bilan qarshilashish va ularni yolg'onchi qilish uchun o'zlarining ehtiyoji yo'q savollarni payg'ambarlardan kufrlik qilib va ishini qiyinlashtirib so'ragan kishilarning olimi yuqoridagi iymonga kufrni almashtirgan kishining holiga o'xshaydi. Ya'ni ularmu to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'lga qarab mangdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqesiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqesi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy? Abu Aliya bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Ular osonlikni mushaqqatlikka almashtirdi. Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasining 104-oyatidan 108-oyatigacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.